Yil 5-mart preditsionavli o'riklarimiz mana gullashni boshlashibdi. Hozir taxminan 50% ozroq, bir 40% atrofida gullashibdi. Boshlanish tanadan boshlanish joylarida gullashlar bo'lgan. Etak taraflari endi mana harakatda, xudo xolasa. Ko'rish mumkin. Bir yoshli daraxt. O'tgan yil 25-yil ekkanman. 26-yil. Ikki taraflama UFO usulda tarbiyalaymiz. Boshqalarni ham mana ko'rsataman. Yaxshi tarafi buni o'zini to'liq changlatadi. Mana shunaqa sovuq iqlimlar bo'lsa ham, arlach uchmagan, quyosh bo'lmagan kunlar ham bu o'zini o'zi changlatib hosil olishiga, xudo xolasa, muammo ko'p hollarda bo'lmaydi. Mana ko'rish mumkin, butun bog'i. Bir yashar bog'. O'tgan yil ekkanmiz. Va bu yil mana shu holatda endi asosan unaqa hosil kutmaymiz. Maqsad buni tarbiyasini to'g'ri qilib olish, bu yilga yakunlab, mukammal qilib, keyingi yildan yaxshi hosil kutishni boshlaymiz. Lekin birinchi yil uchun yomon emas. Xudo xolasa yaxshi holatda.